Assalomu alaykum, Skemek operator obunachilar va Skemekamiz ham tayyor bo'ldi inshaalloh. Chiroyli bo'lib. Zakaz tayyorlab edi o'zimiz Namangan shaharga. Zakaz berishdi. Rasmini olib kelishdi, bizga rasmini ko'rsatishdi. Shunday qilish kerak deyishdi. Bo'ldi, masala hal dedi. Qilib inshaalloh chiroyli qilib. Rasmdagi buni birga bir bo'lgan, cho'tga bo'lgan, xudo xolasa. Profilimiz razmeri 4x2,5, buni stenkasi 1,5 stenkadan bo'lgan. Mana X lenka 2x2dan bo'lgan, buni ham stenkasi 1,5 stenkadan bo'lgan, bu qadroq bo'lgan. Xohlovchilar zakazga qarab turib qilib beramiz. Qalin parashligiga qarab hisob-kitobini chiqarib beramiz. Inshaalloh bular ham o'rgatdilar. Ramazonni maza qilib ota-onam bilan dilar. Ana shunda iftorlik qilish nasib bo'lsin dilar. Ular zakaz berdilar. Xohlasa mana ota-onalar bilan cho'g'larni chayib, mana dasturxonlarni yo'lab hammaga nasib qilsa, og'izlarni ochib Ramazonlardan. Ramazonning ichi zakaz berganlarga inshaalloh chiroyli qilib aksiya holatda qilib bera olamiz. Ozroq qilib narxini aloqaga chiqarasizlar. Orqalardan cho'tkalar shurublaganmiz. Yog'ochlari ikkita qalam taxtadan bo'lgan, haqiqiy safnadan bo'lgan. Ranglari Turetskiy betekdan bo'lgan, laklari ham cho'tka chiqqan, xohlasa. Rang o'chib ketmaydi, inshaalloh chiroyli bo'ldi. Buntevesga yana narsa qo'ysa bo'ladi. Machalka qilib, tevesga baliq sulalarni nima qilib so'g'isa, chiroyli chiqadi. Ko'p oshxonalarda shunaqadan qilibdi. Qilib beramiz zakaz uchun. Zakaz bersangiz menga machalkalarimni bo'lsin desangiz, machalkasi bilan qilib beramiz. Suyanchiqiga, betiga qo'yilayotgan hozir. Taxtamizni, xonimizni qalinligi taxtasi 3 sm bo'ladi. Xonimizni serbarligi 85 ga 2 metr bo'lgan buniki. Xonimizdan teglarda shurublaganmiz hammasini chiroyli qilib. Kashalarni ham temirdan qilib berganmiz, yog'och taqmasdan. Kichkinalardan 3 tadan beli bor. 1, 2, 3. Uzunlarda 5 tadan bor. 1, 2, 3, 4, 5 ta. Shunaqa blokat qilib beramiz. Aloqaga chiqarasizlar, xohlasa. Hatto orqalardan beloqlar ko'p ana. Oshxonalarga ham qurutni zakaz ham olaveramiz. Optim narxdan qilib beramiz, do'koni borlarga ham. Shunaqa betekdan sepib chiroyli qilib beramiz, xohlasa. Telefon nomerimiz 94 461 55 53. Manzil Namangan shahar, Kolxoz ko'chada. Laklarni ham usul sepganmiz. O'zini e'tibor beringlar. Shunaqa yog'ochlarni ham o'rin chiqazaveramiz. Zakaz bersangiz bo'ldi. Salomat bo'linglar. Inshaalloh aloqaga chiqasizlar degan umidamiz.